Bir qağı hamisha chirkavni munarga tarat qilib qo'ydi ekan. Har kun munar tozlab zer ekan, pop munarning qishig'i bir stakan sharob qo'yib ko'zitib turibdi. Qağı har vaqtdagidek munarga kelib sharobdan o'tlabdi va o'zini yo'qotib qo'yibdi. Buni fursat bilgan pop darhol qag'ini tutib olibdi va shu savolni so'rabdi. Musulmon bo'lsang sharob ichmayding. Xristian bo'lsang munarga tarat qilmayding. Degina, sen zodi nima? Hammamizga ma'lum, Rojdestvo bayrami kelish oldida. Atrofimizda bayram uchun qilinayotgan tayyorliklarni ko'ryapmiz. Undaqda Rojdestvo bayrami qanday qo'ttirga chiqqan? Bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning bu bayramga pozitsiyamiz qanday bo'lish kerak? Degandek savollarga birlikda javob izlab boqaylik. Rojdestvo qanday barliqqa kelgan? Hazreti İsa alayhisalomning tug'ilgan kuni aniq bilinmaganligi uchun tunji mezgildagi xristianlarning Hazreti İsa alayhisalomning tug'ilgan kunini tabriklaydigan alohida bir kuni yo'q edi. Shu mezgillarda Rim imperiyasining zaminida quyosh va butlarga cho'qilishatdi. Rim imperiyasi Buyuk Konstantiniya boshda butparast bo'lib milodiya 313-yili xristianlikni qabul qildi va bu butparastlikdan ko'plagan narsalarni xristianlikka elib kirdi. Rojdestvo bayrami qanday bayram? Rojdestvo bu kim? Uyg'urchada xato ideya bilan Yangi yil bayrami bo'lib o'zlashib qolgan Rojdestvoning fransuzchada yangi kun, tug'ilgan kun, parlaq kun ma'nolari bo'lib, latinchada Tangrining tug'ilgan kuni deyilib kelgan. Bu atalg'u boshda italiyacha, koni inglizcha, daniyacha degandek g'arb tillarida har xil til shakllar bilan atalgan bo'lib, kunimiz inglizchasida Christmas deb ataldi. Christmas quyosh deganlikdir. Ya'ni romanlarning xristian dinini qabul qilishi bilan Isa alayhisalomga berilgan ismdir. Mis bo'lsa Tangri uchun yeyiladigan kashf tamoq ma'nosida. Kunimizda Rojdestvo boy ismi bilan tanilgan va tabriklanib kelgan bu ism aslida bugungi Antaliyaning Darman nahiyasida episkop xizmati bilan shug'ullangan va 352 yoki 354-yili 6-dekabrda o'lganligi bilingan Aziz Nikolas ismli xristian kishining atrofida shakllangan. Butparastlik aqidasiga va falsafasiga oid bo'lgan Rojdestvo vaqtining o'tishi bilan xristianlikqa singib kirgan bo'lib, kunimizda bir xristian bayrami sifatida tabriklanyapti. Shundaqla bu bayramga xos bo'lgan unsurlar g'arb madaniyatining yeyilishiga agishib, xristian bo'lmagan davlatlarda chiqim qilish va ko'ngil etish fursati sifatida tunilgan Yangi yil tabriklash o'pchurisiz o'zlashib ketgan. Yangi yil qanday maydonga keldi? Quyosh shahining tug'ilgan kuni sifatida qabul qilingan 25-dekabrni Rojdestvo bayrami deb qabul qildi. Hazrati İsa alayhisalomning qutqizuvchi iloh ekanligiga ishongan xristianlar İsa alayhisalomning 25-dekabrda tug'ilganligini iddio qildi va bu kechani Rojdestvo bayrami ismi bilan atab tabriklashga boshladi. Yangi yil kechasi bo'lsa Rojdestvo bayramidan burunla ilohning tug'ilgan kunini tabriklash uchun o'tirg'i chiqqan. Mesopotamiya Babil an'anasida bahor faslida oy ilohining tug'ilgan kuni ham yangi yil ham tug'ilgan kun sifatida tabriklanadi. Rimda bo'lsa mashhur Julius Caesar Junasning tug'ilgan kuni 1-yanvarni yil 5 jakarlagan va bu tabrik kunini rasmiy holatda o'tirg'i chiqargan. Mana bu sabablar bilan 25-dekabr va 1-yanvar orasidagi bu tantana kunlari rasmiy bayram deb e'tirof qilinib kelmoqda. Bizni ajdabiylarga o'xshatib qo'yayotgan yangi yil marosimlari 31-dekabrda yuqori pallaga yetgan tayyorliklarda rasmiy va shaxsiy televiziya kanallari sungan g'ayri programmalarda havoyi havaslarga asir bo'lgan insonlarning hayot tuyg'ularining qanday yo'q bo'layotganligini ko'rish emas. O'zini bu muhitning qo'yniga otgan kishi ham u oqshom uchun quruq yemish, meva bo'lib u yil bo'yicha esi kelmagan ko'rik to'g'u va tort elib ma'sumona tayyorliklar qiladi va ba'zilar buni Rojdestvo darxini tikidi. Yangi daraxtlar bu sababli kesilib yo'qaydi. O'zlaricha atalmish san'at hosil qildik deb qaraydigan kishilarning ahvoli bundaqkan, ularni tomosha qilayotganlarning ahvoli-chi? Ko'rilishga bo'ladiki, musulmonlik bilan emas, hatto Yahudi va xristianlik bilan bevosita aloqasi bo'lmagan bu bayramni tabriklash o'zini musulmon deb bilgan har kishini yozmamizning beshida tilga ilib o'tgan qog'ining voqeligidagi hikmatni tafakkur qilishga undaydi. Payg'ambarimiz kimki bir qavmga o'xshab olsa, u ulardandir deyish orqali ish harakatlarimizda, hatto ibodatlarimizda Yahudi, xristian va mushriklarga o'xshab olishimizni cheklagan. Yangi yil Rojdestvo faoliyatlari xristian odatlaridan kelmaydi. Qadimgi rimliklarning quyosh tanrisiga ibodat qiladigan butparastlik zamonasidan qolgan odatdir. Mushrik jamiyatdan qolgan bu odatga saddilochi ishonish imonimizni qanchalik ziddiyalaydiganligini vijdonimizga havol qilish orqali so'rashimiz lozim.
Chunki Ibn Umar roziyallohu anhu o'xshab verish haqida mundaq degan: bir kishi mushriklarning ziminiga uy silib, ularning bayramlarini tabriklash orqali ularga o'xshasa, u kishi qiyomat kuni ular bilan birga tirildirildi.